Salom do'stlar. Biz FC Mobile'ga ham o'tdik. Hozirda biz attacking o'ynamoqdamiz. Agar yutsam obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana hozir boshlanadi o'yinimiz. Mana tarkiblarni ham ko'rib olishingiz mumkin. Mana albatta yutishga harakat qilaman. 118 level account. Mana o'yin ham ketdi. Mana sprint bosib olamiz bu yoqqa. Zarba va gol. Birinchi golni ham urib oldik. Ular ham urib olibdi. Hisob 1-1 ko'rinishga keldi. Bu yerdan tepadimi? Irvinning zarba va darvozabon ishlab yubordi. Mana tepa Ronaldo zarba va gol azizlar. Cristiano Ronaldo 2-1 hisob. Calafiori hujum qilmoqda. Calafiori. Voy. Mayli, hisob 2-1. Ketyapmiz. Eng muhimi Rivaldo to'p bilan. Brahim. Voy, himoyachilar qaytarib qoldi. Va Irvinning to'p bilan suryapti. Irvinning tepadami? Yo'q. Pas, zarba. Darvozabon ishlab yubordi. Yana Calafiori to'p bilan pas berdi. Rivaldo zarba. Darvozabon hisob 2-2. Ketdi mana. Rivaldo. Azizlar. Rivaldo va Cristiano zarba va 3-2 ko'rinishga keldi hisobimiz. Ular ham urib olibdi gol. Mayli. Yengapmiz. Darvozabon. Azizlar 6 sekund vaqtimiz qoldi. 4-4 hisob. Hozir ursam like va podpiska bosib qo'yasizlar. Uramizmi? Va mana do'stlar. Hisob 5-4. Biz yutdik. G'alaba. Bemalol tabriklasangizlar bo'ladi. Like va obuna esdan chiqmasin. Biz Dulus Dream League 2026 o'yini hamda FC Mobile'da ham o'ynashda davom etamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling. Salom do'stlar, men qaytdim. Video tugamagan ekan. Uzr. Mana open pack yana bir ochyapmiz. Mana ketdi. Rivaldoni. Va endi xayr desang ham bo'laveradi. Xayr do'stlar.